Mana shu muhim deb o'ylayman. Katta nazorat, ya'ni o'ziga ishonch, bosimni his qilmagan holda raqib yulduzli bo'lishiga qaramay o'z rejasi asosida harakat qilish. Albatta, endi Qozonga tushdik, shu Qozonda qaynashimiz shart va shu mundialda raqib tanlamasdan turib bunga qarshi munosib o'ynamoq lozim. Mana futbolchilarimiz ko'k libosda tushib kelishyapti. Niderlandiya terma jamoasi o'tgan uchrashuvga qaraganda o'zining kuchliroq tarkibini tushirgan. Hozir taqqoslab ko'rdik. Oldingi chiziqlarda o'zgarishlar yo'q, lekin orqa chiziqda bir-ikki futbolchini almashtirgan. Qizig'i, sardorlar bir-birlari bilan bugun ko'p bora to'qnash kelishadi. Hujumda harakat qiladigan Eldorni to'xtatish vazifasi Virgil van Dijkka topshirilgan. Demak, jamoalar saf tortishyapti. Bu bevosita turnir oldidan rasmiy o'rtoqlik o'yini, FIFA reytingiga ta'sir qiluvchi uchrashuv, shuning uchun madhiyalar bilan boshlanadi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi birgalikda tinglaymiz va albatta kuylaymiz. Demak, Niderlandiya madhiyasini ham tingladik. Bu yog'iga o'yin, bu yog'iga tayyorgarlik va qiziq holat. Avval bunday narsa ro'y bermagan edi. Ikkita murabbiy kelishgan holda va taklif katta ehtimol bilan Ronald Koemandan chiqqan. Mana shu uchrashuvdan so'ng bitta yopiq muddatli o'yin ham o'tkaziladi. 30 daqiqadan ikkita taym. Bu yerda zaxira futbolchilariga o'yin amaliyoti beriladi. U uchrashuv translyatsiya qilinmaydi, muxlislar kiritilmaydi, faqatgina futbolchilar va murabbiylar unda ishtirok etishadi. Va mana shu jarayon ikkala jamoaning oxirgi tayyorgarligi bo'ladi. Niderlandiyani ham kuchli guruh kutib turibdi. O'zbekiston ular uchun ham yaxshi test va to'g'ri har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Osonroq, yengilroq o'yin, kuchsizroq raqib tanlab tayyorlanishi yo'q. Ufa to'g'ri yo'l tutdi.
katta turnir, oldinda jiddiy raqiblar. Mana bu darajadagi yulduzlarga qarshi biz o'zimizni sinab olishimiz kerak. O'sha musobaqa bosimini yechib olishimiz kerak. Natija esa menimcha bu yerda juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi uchrashuvni Alisa Pennington boshqarib boradi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan ayol hakam. Sal ehtiyot bo'lib o'ynashadi futbolchilar va unga vatandoshlari yordam beradi. Uranga, Graves, Varda ishlovchi mutaxassislar ham bor, Rivero hamda Guido Gonzales. Ularga omad tilaymiz. Bugungi uchrashuvni chiroyli boshqarib berishsin. Futbolchilar esa chiroyli o'ynab berishadi degan umiddamiz. Hamma maydon markaziga saflandi. Sukut saqlansa kerak. Hij stond bekend als dapper, kritisch en bescheiden. Wat over alles bij deze wedstrijd niet contact. Wij herkennen hem met een moment stil, maar we willen allemaal vragen die mogelijk te gaan staan. Ladies and gentlemen, last Thursday, Hans Jorgenslav passed away at the age of 77. Hans Jorgenslav was the team manager of the Dutch national team for 21 years, from 1996 to 2017. He was known as brave, critical, and modest. He was attentive to every detail and preferred to carry out his work away from the spotlight. We will commemorate him with a moment of silence, which I would like to ask you to all stand, if possible. Thank you. Demak, Niderlandiya terma jamoasida 20 yildan ortiq menejer sifatida faoliyat olib borgan Niderlandiya futbolining taniqli mutaxassislaridan biri hayotdan ko'z yumgan va uni xotirlab mana shu uchrashuvda sukut saqlashni Niderlandiya terma jamoasi delegatsiyasi tashkilotchilaridan so'radi. Tashkilotchilar buni hozir ko'rdingiz amalga oshirdi. Va biz ko'ryapmiz, ancha kuchli tarkibni tashlagan maydonga Ronald Koeman, ya'ni ular rotatsiyani bitta pozitsiyalarda amalga oshirishdi. Van Dijk, Van Hekke, Gakpo, Reinders, De Jong, Dumfries hammasi maydonda, o'sha asosiylar maydonda. Yana bittasi, misol uchun Yurien Timber, Martin de Roon, Justin Kluivert, Memphis Depay bular ikkinchi taymda, balki birinchi taymning o'zida ham maydonga tushish ehtimoli bor. Keling, mana shu tarkibdan boshlaylik. Niderlandiya terma jamoasi tarkibi darvoqe o'yin boshlandi va o'ng tomonimizda oq libosda o'ynayotgan gollandlar uchrashuvni boshlab berishdi. Chap tomonimizda esa bizning vatandoshlarimiz Abbos Fayzullayev kurash olib boryapti. Tarkib tezlikla o'qib eshitiriladi. Verbruggen darvozada birinchi raqam ostida o'ynaydi. Tor Virgil van Dijk, 6-raqamda Jan-Paul Van Hekke, chap tomonda o'ynaydi 8-raqamda Ryan Gravenberg, Holmberg, Cody Gakpo, Tijani Renderson 4-raqamda o'ynaydi, Mickey van de Ven 15-raqamda, Daniel Malen hujum chizig'ida 18, Frenkie de Jong 21, Denzel Dumfries 22 va Summerville juda yaxshi chap qanotdan yuguradigan iqtidori West Ham futbolchisi bugun 24-raqamda o'ynayapti. Tor 3-3 sxemasi bo'yicha harakat qiladi. Ko'min. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi darvozada O'tkirbek Yusupov birinchi raqam, hozir chap qanotdagi yurish to'xtatildi. Abbosbek Fayzullayev to'pni egallab oldi. Narigi tarafdan Shomurodov o'ng tomonda ochilayotgan futbolchi bor, ajoyib o'ylanmaydi, lekin bilib qoldi Van Dijk. Fabio Cannavaro tanlagan tarkibni tanishtiramiz. Birinchi raqamda O'tkirbek Yusupov, ikkinchi Abduqodir Husanov, 4-chi Farruh Sayfiyev, 5-chi Rustamjon Ashurmatov, 6-chi raqamda Akmal Mazgavoy, 7-chi Otabek Shukurov, 11-chi Oston O'runov, 13-chi raqamda Sherzod Nasrullayev, 14-chi Eldor Shomurodov. Hozir Niderlandiyaning hujumi Gakpo markazga to'pni yetkazib berdi. O'ng qanotdan yurishni to'xtatishdi futbolchilarimiz. Qarshi hujumga o'tib ketish imkoni bor, ammo pas noaniq.
14-Eldor Shomurodov jamoa sardori 22 Abbosbek Fayzullayev va 27-raqamda Jahongir O'rozov. Bizda o'sha 3 ta markaziy himoyachi Husanov markaziy eng markazdagi himoyachimiz, o'ngroqda Ashurmatov, chaproqda esa O'rozov, o'ng qanot Sayfiyev, chap Nasrullayev, tayanch zonasida Shukurov bilan Mazgavoy, hujum uchligi esa Fayzullayev o'yinda, O'runov chapda, Shomurodov markaziy hujumda. Mana shunday sxema taklif qilyapti Cannavaro. Dastlabki daqiqalarda Niderlandlar asosan bizning o'ng qanotimizdan bosim o'tkazishga urinishdi. Bu o'tgan uchrashuvda ham kuzatilgan holat. Ikkita sariq kartochka yodingizda bor. Bu tahlil qilingan, o'rganilgan, shuning uchun bo'lsa kerak. Abbos Fayzullayev hamda Farruh Sayfiyevning qanotiga zarba berishmoqchi. Buni tushungan futbolchilarimiz o'sha tomonga qo'shin jo'natishda yordamga. Shuning natijasida bir xavfli vaziyat bartaraf etildi. Bugun ham o'sha tiklanishga ulgurmadi Hojiakbar Alijonov. Zo'rab qo'ydik va chap qanotdan biz hujum tashkil etamiz. Qoida buzildi. Otabek Shukurovga nisbatan Sammerville qoida buzdi. Boya aytganim West Ham futbolchisi. Alijonovning endi agar asosiy tarkibda tushadigan bo'lsa, o'rnida Sayfiyev harakat qilyapti, lekin Davron ikkita uchrashuvda asosiy tarkibda o'ynab qo'ygan futbolchi mundialni boshlasa ham ajab emas. O'rnida deyapmiz-ku, lekin ikkita o'yindan beri o'ynayapti-da. Ichkariga uzatma bo'ladi. Bir marta Abbos Fayzullayev shunaqa to'p uzatganda Qatar darvozasigami yoki Eron darvozasiga to'p kirib ketgan edi, balkim yana voqea takrorlanishi mumkin. Bo'ydor futbolchilar qaytarishdi. Burchak zarbasimi? Yo'q. Birinchi zarba darvoza tomon Otabek Shukurov to'pni jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga yo'llashga harakat qildi. Noaniq ketdi. Mana takroriy lavhani ko'rishimiz mumkin. Havoning o'zida yaxshi to'pni ilgan edi, ammo yo'nalish biroz noto'g'ri ketdi. Verbruggen yaqin sherigiga pas berdi. Bu Virgil Van de Ven va yana Verbruggen. Niderlandiya nazorat namoyish etishga harakat qilyapti. Himoyada paslar, oldinga tepmayapti. Mana markaz orqali biz pressing qilgan edik 5 ta futbolchi bilan chiqib, lekin gollandlar chiqib olishdi. Va Miki Van de Venning faolligi bilan yana hujum tashkil etilmoqda. Van Dijk belgilayapti hujum qaysi tomondan ketish kerakligini. Yana shu chap tomondan otilib chiqishyapti. Yana shu Van de Ven uzatma noaniq. Birinchi o'yindan farqli ravishda darvozabonimiz almashdi. O'tkir Yusupov birinchi raqam maydonga tushdi. Avvalgi uchrashuvda Abduvohid Ne'mat darvozani qo'riqlagan edi. Va markaz Amrobekov o'rnini esa Mazgavoy egalladi. Qolgan pozitsiyalarda endi Azg'aniyev shu birinchi uchrashuvda tushib, keyin jarohat olib chiqib ketgan edi. Abbos tushdi, katta qismida o'ynadi. Bugun esa asosiy tarkibda Fayzullayev. Niderlandiyaning yana bir yurishi bartaraf etildi. Havo juda ham yaxshi Davron. Vali kecha ham borganimizda New Jerseyda xuddi shunaqa vaqtda odatda 3 ta umuman mashg'ulot o'tkazib bo'lmaydi-yu. Quyosh yondirayotgan bo'ladi. Yo'q, umumiy mana shu O'zbekiston terma jamoasi tanlagan hudud o'ynasa bo'ladigan, hattoki shu mahalliy vaqt bilan 3 ta boshlanyapti-da deyarli. Juda yengil harakat qilsa bo'ladigan havo. Bizga ham qulay tushibdi Davron hozir mana. O'zbekistonda 23:45 dan boshlanishi sal normalda. Agar yana 1-2 soatga o'tib ketganida hali mundialda boshlanadi. 4:30dagi o'yinlar, tongdagi o'yinlar. Undan oldin muxlislar har holda yaxshiroq vaqtda tomosha qilib olish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Bizning qanotimizda hujum qilib chiqib ketmoqchi edik va bu paytda qoida buzildi. Aytgancha yana bitta o'zgarishni aytib ketay. Himoyada ham o'zgarish bo'ldi. Abdulla Abdullayev edi avvalgi o'yinda. Bu safar O'rozovni sinab ko'rishga qaror qildi Cannavaro. Menimcha bitta o'sha so'nggi qaror qabul qilinishi kerak bo'lgan pozitsiyalardan biri aynan markaziy himoyaning 3-chi futbolchisi bo'layapti. Bu yo O'rozov, yo Abdullayev.
katta ehtimol bilan bo'lsa kerak. Narigi ikki futbolchi boshqa sabab bilan hozir almashtirildi. O'rozov esa hozir ta'kidlab o'tilgan sabab bilan. 7-daqiqa ancha xotirjam temp bilan o'ynashyapti jamoalar, tushunib turishibdi. Bir necha kundan keyin Jahon chempionati boshlanadi. Ungacha kuchni to'liq bir sarflab qo'yish yoki qo'pol o'ynash to'g'ri kelmaydi. Lekin ba'zi jamoalar qo'pol o'ynayapti, ko'ryapmiz. Masalan, guruhimizdagi Portugaliyani aytishimiz mumkin. Chili bilan jangu jadalga aylanib ketgan o'rtoqlik o'yini. Endi Chili jahon chempionatida qatnashmayapti. Chilidan boshlandi. 2-3 marotaba shunga olib borishdi. Bormaydigan terma jamoa bilan o'ynashning azobi. Yaxshi bosim o'tkazayotgan edik. Bizda ikkala raqibimiz ham jahon chempionati ishtirokchisi, shunisi plyus. Qolaversa, bittasi mezbon, bittasi favoritlar qatoriga ba'zida qo'shiladigan terma jamoalardan biri. Kolumbiya terma jamoasi aynan o'sha Osiyoda nisbatan bir-biriga o'xshash futbol deb tanlagani Iordaniya ustidan g'alaba qozondi. Sayfiyev olib qo'ydi. Voy. Ey, Frenki hozir aytib turgandim, o'rtoqlik o'yini, qo'pollik qilish uncha to'g'ri kelmaydi. Ikkala tarafga ham to'g'ri tikkasiga butsani yo'naltirdi. Valverdeni chaqirib kelish kerakmikan? Frenkiga. Juda yomon o'ynadi. Sariq ham bersa bo'lardi bemalol. Apos indamaydi-da, hali. Reaksiya ham bermaydi-ku. Osiyo kubogida ham birga bir chiqib ketayotganda to'xtatilganda indamagandi. Indamay, o'ta professionallarcha yondashadi. Hoppa, mana bu yerda Markez. Voy. Yomon o'tkazib yubordik va darvozabon chiqadimi? Hoppa, yaxshi vaqtida chiqib keldi. Super. O'tkir bildi. To'pni uzoqlashtirib yuborganini. Daniel Mallen hamda Somerville tomonidan tashkil etilgan hujum zo'r pas bergan edi. Somerville uzoqlashtirib yubordi to'pni. Bunisi ham bor. O'tkir Yusuf chiqmaydi deb o'yladi, lekin O'tkir va Niderlandlar tezkor kombinatsiya o'zi Kumanda. Qo'yasa ancha yangi. Lekin yomon hali yorqin o'ynadi Eldor. Narigi tomonda Dumfries hamda Somerville misol uchun juda bir ishlangan qanot futbolchilari deb bo'lmaydi. Qushlar ham sayrab yotibdi. Virgil ancha tepaga ko'tarildi, yonidagi sherigiga pas, Van de Ven chapga o'tkazdi, yana Gakpo aktivlik ko'rsatyapti, unga qarshi Sayfiyev. Gakpo sal orqaga chekindi va o'zi tepadimi yo'q, pas beradi. O'tdi shu pas va kombinatsiya bu safar ochiqchasiga omad yuz o'girdi Niderlandiyadan. Reinders Tijani ochildi. Kombinatsiya bu safar ham geometrik to'g'ri tashkil etildi. Dumfries bu yozda e'lon qilindi Real Madridga o'tishi. Inter futbolchisi qarang, ochilgani pas vaqtida Reinders, mana City futbolchilari to'qnashuvi, Husanov hamda Reinders qarama-qarshiligi o'tib ketdi. Sherzod Nasrullayevning oyog'i ozgina yetmay qoldi. Ikkita vaziyatdan foydalana olishmadi. Xuddi O'zbekiston Kanada bilan kechgan uchrashuvdagi kabi bo'lyapti. Hali 2-0 yutib ketmasak edi. Chunki keyinchalik jazolaganda Kanada foydalanilmagan vaziyatlarni. Yo'q, bu to'pga yetib borishning iloji yo'q. Ronald Koemandan yaxshi bir texnika tomosha qildik. To'p to'xtatish texnikasi.
o'ng tomondan ham play-offlarda. Faqat guruhda Yaponiyani hal qilib olishsa. Har kun yoqda Dumfries oldinga chiqib ketgan. Yaponiya hozir AQShga furor ko'targani kelishgan. Topga birinchi bo'lib Sayfiyev yaxshi tayanch futbol uzoqlashtirdik qilishadi. Mana shu joyda Virgil van Dijk imkoniyatiga ega edi. Oriq bo'lishadi bular. Faqat guruhda Yaponiyani hal qilyapmiz. Gravenberg. Unga Dumfries yaxshi o'ynadi Oston va o'ziga qarshi fol ishlatishga majbur etdi Denzelni. Malen faol pressing qilyapti, darvozabongacha bordi. O'tkir Yusupov oldinga. Ikkinchi qavatni yutib chiqishdi gollandlar. Frenkie de Jong o'ng qanotga, Denzel Dumfries yetib boradi bu to'pga, ammo Sherzod to'g'ri qildi hozir. Pozitsiyani to'g'ri tanladi. pas bilan chiqib keta olmadik. Otabek Shukurovga sal noqulay uzatma amalga oshirildi. Shuning oqibatida yana Niderlandiya hujum qilyapti. Markazdan kam kirmoqda. Ko'proq qanotlar o'rganilgan chog'i. Balkim ikkinchi bo'limda boshqacharoq munosabatda bo'lar. Kuman raqibni o'rganish bor narsa, bu futbolda fanga aylanyapti. Gakpo yondiryapti. Reinders xatoga yo'l qo'ydi, bundan foydalanib ketdi Akmal Mazgavoy, ammo qarshi hujumga yana o'ta olmadik. Kesyapti Niderlandiya, yurishlarim Sayfiyev chiroyli. Mana bunaqa yelka-melka yaxshi. muxlis bor. Hujum qilyapti Malen boshchiligidagi hujumchilar brigadasi. Va bo'sh zona. Renki uzatma Sherzod. to'p hamon Oldik. Eldor ulgurdi. Ilindi shu to'pga va endi pas. Hoppa, zo'r. O'ylashda birinchi bo'lib yetib keladimi? Yetib keladi, qochib ketadi. Vah, qochib ketganda bormi? Bermadi. Dumfries Ulgurganda bormi? Odimlaganda bormi? Mayli. Dumfries emas, Gravenberg ekan. Bloklagan. Bir-birini o'rnini to'ldirishyapti. Uchar gollandlar. Shunday nom berilgan edi Niderlandiya terma jamoasiga. Reinders Hakam to'xtatmadi, qoida buzilmadi dedi. Yana markazdan kirib borishyapti, to'p o'tdi. qaytarildi. Uchar gollandlar tarkibida uchmas golland bo'lgan Bergkamp bir paytlar AQShda o'tkazilgan jahon chempionatiga hakam orqali kelgan edi. Kelmadi. Hozir unaqa futbolchi yo'q. Gollandlar tarkibida, shuning uchun hammasi uchoqlar orqali kelgan. Frenkie de Jong Barselona yarim himoyachisi boshlab berdi yurishni, davom ettirdi Somerville. Yaxshi kurashdi Oston, ammo ko'pchilikka qarshi boy berdi to'pni. Shu joyda ilib olib, bitta bir sifatli hujum tashkil etmoqchimiz. G'oyamiz aniq, mana bu uzatma yomon emas. Husanov ta'qib qilyapti oxirgacha Reindersni. Husanovligini ko'rib qayta qoldi. Yana bitta City futbolchisi bor zaxirada, Ake. Uzoqdan xavfli edi bu ham. Bosh oldinga ikkinchi qavatda Van Dijk yutdi-yu, o'z darvozasi tomon to'pni yo'naltirdi. Bu yerda Fayzullayev pressing qilib ko'rdi. Qarasa foydasi yo'q. Verbruggen yaqinroq edi to'pga. De Jong boshqaryapti jamoani markazdan turib. Mazgavoy.
Ber pas. Abbos ajoyib ketdi. Abbos narigi tomonda ochilayotgan futbolchi bor, o'zing bor yoki bir pas. Oldinga berish kerak edi. Mana Eldor sal tanbeh berib qo'ydi. Abbos tushundi o'zi ham orqaroqqa berib yuborganini. Mayli, lekin yaxshi o'ziga ishonch bilan kirib borishdi. Ostonga bermoqchi bo'ldi-da, Ostonni qulayroq deb sanadi shekilli. Oston hali yetib kelmagandi-da u zonaga. Noto'g'ri berib qo'ydi pasni. Yorib kira olardi nazarimda. Eldormi? O'zi ham o'zi yo'lak orqali. Endi mayli, hozir birinchi mana shunday yurishi, keyingisida Abbos yanada xavfli o'ynashi aniq. Asosan Frenkie de Jong hujumni belgilab beryapti Niderlandiyada. Boya Van Dijk edi ko'proq. Yana Virgilga pas. Yana bitta tarafi xayrliki, o'yinning mana shu vaqtda o'tkazilishi Portugaliyaga qarshi ham aynan shunday payt o'ynaymiz. Kunduzgi payt, Amerika vaqtida. Endi u yerdagi havo shunaqa bo'lsa yaxshi. Taxminan shunday Houston. Yusupov Yaxshi o'yladi. Sayfiyev bosim qildi oxirigacha Van de Ven, lekin to'pni egallay olmadik. Gavdalar rol o'ynadi. Katta Van de Ven. Van de Ven Manchester Unitedga juda kichik vaqt ichida yugurib borgan futbolchi hisoblanadi. Cooling break e'lon qilindi va bir yo'li maydonga suv sepish jarayoni ham boshlanib ketdi. Bu ishora bo'lsa kerak suvga. Negadir faqat bir taraf. Bundan keyin ikkinchi tarafga ham. O'yin shu tomonda bo'lyapti, baribir deb. Men o'sha yerga sepishyapti. Xo'p, qisqa xulosalar qiladigan bo'lsak, 23 daqiqa ichida albatta Niderlandiyaning darajasi sezilib turibdi. Kombinatsiyalarda ham, himoyadagi ishonchli o'yinda Kuman yaxshi jamoani shakllantirgan va bu jamoa hali jahon chempioni Ruud van Nistelrooy ham ko'rindi. Yordamchisi bu yerda esa Fabio Cannavaro. Tarjimoni Davron Ahmedov bilan birgalikda. Xullas, Niderlandiyaning klassi sezilib turibdi. Lekin o'ylaymanki, sal ko'nikib olganimizdan keyin jarayonga to'g'ri ko'rsatma bitalish Barselona hamda Atletik hal qilgan edi. Shunda burib yuborgan edi Simeone. Mana bu vaziyatlar bizning darilayotgan hujumlar. Len ura olmadi, Sammerville ura olmadi. Oxirgacha ura olishmaydi degan umiddamiz. Mana Kuman ko'rsatma berishda davom etdi. Endi tinimsiz hujum qilayotgan yopiq zonalarni izlashga o'tgan jamoaga murabbiy nima deyishni ham bilmaydi. Futbolchilar o'zlari bilib qilishadi. Hozir Cannavaro'da imkoniyat yaxshiroq. Cannavaro o'yin suratini o'zgartirishi mumkin. Bosimni kuchaytiribmi yoki qanot futbolchilarni almashtiribmi? Oston O'runovni hozir o'yinga qo'yib, chapga Abbosni qo'yadigan bo'lsa ham, Abbosning ishchi pozitsiyasi. Başakşehir'da Abbosni o'sha Nuri Shakin o'ng qanotda qayta qo'llagandan so'ng o'zi ham oxiri moslashib yubordi shekilli. Ya'ni o'sha pozitsiyadan o'ynash ko'nikmalarini kuchaytirdi va Rodrigo bo'ldi, majbur. Va endi hozir rostdan ham Oston bilan agar pozitsiya almashadigan bo'lsa, u tarafdagi potensialni ham ochish mumkin. Oston darvoqe mana shu jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritgan saralash turnirimizda juda ko'p o'yinlarda o'ng qanot hujumchisi sifatida ham o'ynadi. U ham ko'nikmalari bor. Qanotda muqarrar bir futbolchimiz yo'qligidan dalolat. O'zi aslida. Endi Azizbek Turg'unboyev o'ng qanotda shakllangan o'ng qanot futbolchisi edi, lekin u
futbolchi bizning tomonda qolganlar 7 ta futbolchi oldinga chiqishdi. Bu uchrashuvni shubhasiz Portugaliya shtabi ham diqqat bilan kuzatyapti. Va mana bunday hujumlar xavfli, ancha uzoq masofadan Tijani o'qizib ko'rdi. Yaxshiki noaniq. Yo'lak ochishdi. Lekin zarba uncha muvaffaqiyatli chiqmadi. O'zi ham xohlaganidek tepa olmadi deb o'ylaymiz. Yusupov, Shomurodov, O'runov. Oxirigacha uni quvlab bordi Van Dijk. Reinders. Juda ko'p futbolchilar APLdan Niderlandiya terma jamoasida. Abduqodir, Yusupov. Xavfli bo'lishi mumkin mana bu yerda. Shukurov aniq pas berdi. Husanov bu safar uzoq masofaga tepib yubordi. Asosan Davronboy jamoamizni yaxshi o'rganganini ko'rsatadi, chunki Virgil baribir bilib turibdi maydonda o'sha Eldor eng katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lganlardan asosiysi ekanligini quvlab boryapti-da. O'sha markazgacha chiqib bordim, demak, personal ko'rsatmalar bor. Ha, u hujumdagi imkoniyatidan emas, balki birinchi bo'lib to'pni yechib olish holati bor. Ana shu bo'yicha ham Virgil van Dijkga ko'p to'qnash kelyapti. Gravenberg. Keyin bir Kanavaro aytib o'tgandi matbuot anjumanida futbolchilarim mana bu yerda xavfli chiqdi. Shu yerda yiqitib yubormaslik kerak edi. Shu odam Samerwell O'rozov uni chalib yiqitdi, ulgura olmadi. Va borib uzr so'rayapti. O'tib ketsin edi. Kanavaro aytib o'tgandiki, o'sha 90 daqiqa bir xil tempda jamoam yugurishini xohlamayman. O'sha temp o'zgarishi, zamonaviy futbol. Shunga tayangan holda aytayapmanki, balki mana shunday chaqmoqlar bo'lar o'yinimizda. Zo'r ochildi. Birinchi o'tkazib yubordi, keyin esa ulgura olmasdan Abduqodir Husanov ustubida to'xtatishga urindi, lekin bo'lmadi. Oyoqqa tepdi. Xavfli o'ynadi lekin o'sdan. Samerwell o'rnidan turdi, jarohat olmadi. Yakpo tepmoqchi, jamoaning asosiy yulduzi. Hujum chizig'idagi eng asosiy futbolchi baribir va bizning darvozabonimiz ushbu to'pga hozir qarshilik ko'rsatadi. Balkim olar, seyf qilar, hayron qoldirar hammani. Saralashda ikkita seyf ko'rgandik. Ruxsat. Sal qoldi. Qaytargandi-yu, faqat yarimta gol bo'ldi. Chunki va yarimta seyf bo'ldi. Yo'nalishni topdi, to'pga tegdi, lekin o'ta kuchli edi zarba, o'zi sezilib turgandi Gakpo kuch bilan tepishi. 1-0 Niderlandiya oldinda haqqoniy penalti tan olish kerak bo'ldi. E'tiroz yo'q. O'rozov uchun xulosa chiqarishga yaxshi epizod. Boshqa jahon chempionatida bunday xatolar qimmatga tushadi. Va aynan shu chiziq hali muhokamada deb aytib o'tildi boya. Shu pozitsiya yo'l-yo'lakay o'tkir reaksiya ham ko'rsatishga ulguribdi. To'p qo'lini keskin ravishda pastga tushirib, lekin imkon yo'q edi. Qaytarish. Hop, yaxshi. Endi bu gol bizning jamoani sal yechilibroq o'ynashga majbur qilishi ham mumkin. Hech ham oxirgi payt birinchi bo'limda gol o'tkazmayotgan edik. Hatto Kanada ham keyin hal qilib bo'lmaydigan minutlarda gol urgan. Ko'ramiz Kanavaro o'yinni qanday o'zgartira olar ekan. Mana shunaqa
Daqiqalar ham bo'ladi jahon chempionatida. Fayzullayev ulgurdi. Oxirigacha ulgurdi. Farruh Shukurov. Ikkinchi temp. Ashurmatov, Mazgavoy. Zo'r markazga zo'r Sayfiyev bo'ldi. to'pni to'xtatdi. Zarba yo'lladi. Himoyachi qaytaryapti. Sozlamalarini to'g'ri holda golga reaksiya ko'rsatdi jamoamiz. Ana yana ko'rsatish. Bu epizodlarni his qilish, Ha, endi uni agar Husanov bo'lmagan, bo'ybaxt hozir Husanov misolida endi ustida ishlash kerakligini ko'ryapmiz. Majbur qilyapti Abduqodir hammani va shu joyda o'sishga. Abduqodir fol ham ishlatdi. O'zida ham hali bor Endi bu ko'nikmalar. to'rtburchak ichidagi qaror bilan tashqarisidagi qaror farq qiladi menimcha. Keyin Shuni buni fishkasi ham u. Shuni gapirdi ham Cannavaro. Hali yana bu bo'yicha ishlashimiz kerak, follarni kamaytirish bo'yicha. Italiyada himoyachi oltin to'p olgan inson sifatida uni gapini olmaslikdan ilojimiz yo'q. Xo'p. Yana xuddi shunaqa harakat qilindi. Fayzullayev. Mana bu sariq ber. Potensial hujumni yo'qqa chiqardi-ku. Tijani. Xotirjam aldab o'tib ketgan edi Abbos. O'zi maydonga kulib tushayotgan aynan Abbos edi, o'ziga ishonchi shunday ko'rinib turdi. Husanov, Ashurmatov himoyachi aldamagani ma'qul. Gakpo qoida buzdi. Gol muallifi Shomurodov orqaga pas. Pressing qo'llashdi Niderlandlar. Malen bu yerda Oston O'runov to'pni egallab oldi. Chap qanotda variant bor. Oston o'girilib oldi, chapga qaradi. Bu yerda Nasrullayev to'p kutyapti. Oston hali ham to'pni egallab turibdi. O'rozovga qoldirdi. Jarayon markazga ko'chdi. Otabek Shukurov kesib o'tuvchi pas Eldor Shomurodovga, uni esa Frenkie de Jong ta'qib. baribir pas bilan chiqadimi? Endi Gollandiyaga pas bilan chiqish bu urf, bu qadriyat. Hozir Va mana bosim o'tkazib olib qo'ydi-yu, oxirigacha emas. Zo'r. Otabek Shukurov ajoyib o'ynab berdi. Abbos reaksiya har holda ko'rsatdi jamoamiz. Malen jismoniy kuchli qurshovdan chiqib ketdi va Otabek qoida buzib qo'ydi. Misol uchun amerikalik hakam boshqaryapti. O'rozov Gakpo. yana Gakponing qanoti bu to'pni o'tkazib yuboradi. Ha. Abduqodir bermaydi. Rangers mavsumni yaxshi boshlagan edi City'da, keyin ikkinchi davrada deyarli tushmadi asosiy tarkibda. Italiya seriyasida porlagan, Italiya seriyasida nom qozongan futbolchini Angliya Premyer Ligasida tez o'ynab ketishi sal qiyin. Yaxshi. Mana bu follik. Sariq bersa bo'ladi shu joyda menimcha. Hakam o'rtoqlik o'yini ekanligini his qilyapti.
Shuning uchun ham bermadi. 2 marta bersa bo'ladigan vaziyatlar bo'ldi. Follar bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi yo'nal yurganligi sababli birinchi bo'lib yetib bordi. Abbos oxirigacha kurashdi. Abbos yaxshi ochildi. O'zi ochilish bo'yicha Abbos terma jamoamizga agar pas shu Abbosga yo'nalganda, Abbos tomoniga aylanib berganida, ehtimol Fayzullayev 1-1 chiqardi. Ha, mana shunday uzoq masofaga Rejali ish bo'lmadi. Chap tomondan ochiladigan futbolchi topilmadi. yaxshi o'ynadi. Qochdi. Sariq Gakponing qanoti bermoqchi emas. Uni o'tkazib yuboradi. Qara. Ko'ngli bo'sh bo'ladi Dayonda. Unaqada yiqilgan futbolchiga achinish kerak emasmi? Qattiq qo'lmasmi qaytang? Endi sariq kartochka ko'rsatish borasida yaxshi qo'yilgan ekan-a. Shokbaum. Shurmatov Abbos Fayzullayev atayin o'tkazib yubordi. Moskva ham atayin oldinga yugurgan edi, faqat kuchli ketib qoldi to'p. Mana to'p olindi. Olib qo'ydik. Haqiqatan ham tan olishimiz kerak. Gakpoga uzatilgan to'p darvozabonga nasib. Shu xarakter shakllandi. Jahon chempionatida qiyin bo'lyapti-yu, lekin balkim rasmiy o'yinlarga olib qo'ygandirmiz, to'g'rimi Davron? Ha? Risk kamaytiriladi bunday uchrashuvlarda. Husanov, Shukurov Bunaqa jamoalar bilan o'ynayverib pishib ham ketadi jamoa. shu uchun ham kerak. Mana shunday raqiblar Osiyo chempionatida butunlay boshqa hali darajada tushiladi. Ofsayd yo'q ekan, Eldor ulguradi bu to'pga va to'xtatib oldi. Ichkariga yorib kiryapti, zo'r pas. Mazgavoy. To'p bizda. Muxlislar ham hayqirib qo'yishdi. Sherzod kombinatsiya shu bittada uzata olmadi. Qaytib olishdi. Lekin pozitsion hujum davom etadi. Shu joyda xato qilmaslik kerak. Xato qilmaslik kerak edi yana O'rozov. Va bu qarshi hujum shakllanib ketishiga sabab bo'ldi. Gakpo katta tez bilan ketyapti, pas beryapti, o'rtalardan kirishyapti. Zarba yo'llanadimi? Yana penaltimi? Yo'q. Hakam. To'g'ri qildi hakam. Yo'q, penalti, to'p esa bizda. Oston O'runov. Endi Varan borku shuncha hushtakchalik yubormadi. Kim edi, Husanovmidi? Tinchgina ko'rmay qo'ya qolsin var shuni. Bo'ldi, hammasi joyida, chunki ancha vaqt o'tib ketdi. Umuman kerak emas narsa edi shu. O'z qarshi hujumimiz xato edi, u yerda foul emas. Jiddiylashib ketdi. O'yinchi ham soni ham teng edi. Xo'sh, o'tamizmi? Yana qayerlardandir yetib kelyapti. Gravenberg oxirgi daqiqalargacha O'rozov, ammo baribir Niderlandlar Husanov ajoyib. Otabek chap qanotda. Yana u tomondan ochilayotgan bor. Sherzodga ber pas. Ha, bitta qo'shdik, faollashdik. O'rozov aybini yuvish qilgan edi. Yana Samirvil. Lekin Husanov qo'pol o'ynagan ekan, ilib olgan ekan. Mana bu birinchi tegishi.
tegishi Keyin o'zidan sal qo'shib joyining o'zida qaytarib olyapti. uchun Futbolchilarimiz foiz kerak. Rozov Yaxshi tomondan hakam. yaxshi qo'shdik faol terma jamoasi. Aybini yuvishdan Majbura bor. bir marta shunday qilgan edi. Aylantiradigan futbolchi odatda kamroqda. Qo'pol o'ynagan ekan. Mana bu birinchi daqiqa qo'shildi. Keyin o'zidan sal o'yiniga zo'r bu. Ikkita penalti uchun 200 Uzun odamlar tashabbusni Abbos Sayfiyev qo'liga yaqinlashyapti. tarkibimizda aytmasa yemlari Yaxshi qiynayap. 3 kuzatiladi. Kombinatsiya. Boshqacharoq, ha, baribir. o'ziga qaytadimi? Ofsayddan kirib olish kerak edi. Mana bunday keskin Zo'r pas. o'yladi. Ofsayd yo'q edi. Shoma Sherzod Ikkinchi qavatda juda qiyin yana. Narigi tomondan boramizmi? penalti. Boshqacharoq. Nasrullayev Kim Eldor bo'lmasa qiyin. out. Bizniki to'p. Mana Eldor Shu joydan zarba Mana yo'llaydi, zarba. lekin bu o'ta noaniq zarba. Bitta hujumgacha vaqt bor. Buni Niderlandiya amalga oshiradi. Yana markazdan hudud ochilyapti. Ancha masofa yugurib qo'ydi. Frenkie de Jong. Gakpo'mi? Gakpo slotning davrida yomon o'ynamadi. Oldingi davrlar yapmiz a? Samervil. Busni Doston Hamdamovni o'xshataman Gakpo'ning o'yiniga. Bizda. va Doston zaxirada bor. Aytmasa Mabodoga Niderlandiyaning hujum Sherzod Temirov ham bor. Yana xuddi shu holat. qaytadimi? Ya'ni yopiq o'yinda demoqchi. Mana bunday kes Zaxirada bor bular. zaxirada bor. Istalgan payt mumkin. O'shanga asrayotgan bo'lishi mumkin, lekin hammani e'lon qilib yuborganda, nazdimda. Jasur ham bor, Jaloliddinov. Va xushta Kim Eldor bo'ldi. Birinchi bo'lim tugadi. Tan olish kerak, Niderlandiya bizni ancha qiynadi. Bu taym davomida vaziyatlar bo'ldi, penalti ishladi, gol ham urdi. Lekin taym oxirida bizda yaxshi bir bog'lamlar paydo bo'lishni boshladi. Asosan Abbos Fayzullayev faollik ko'rsatdi. birozdan so'ng qaytamiz.